Muhammad Saloh rasman Liverpulda qolishini e'lon qildi. 2 yillik taklifga rozi bo'ldi. Shartnoma 2027-yilning yoziga qadar. Juda qiziq uni bu qarori, sababi PSG bilan o'yindagi mag'lubiyatdan keyin Saloh ketish kayfiyatida edi. Bilmadim hozir Liverpul uni qanday ko'ndirdi, nimalarni va'da qildi. Bu qorong'u. Chunki Van Dijkni-ku normal summa bilan ushlab qolsa bo'lardi, lekin Salohni mana bu ketamanga tushib qolgan futbolchini olib qolishi biroz g'alatiroq ham bo'lyapti. Endi qiziq, keyingi mavsumda Saloh qanday o'yin namoyish etishi, chunki bu mavsumni o'zi ham his qilib turibdi, Oltin to'pga eng yaqin kelgan yili edi. Shunda ham muhim uchrashuvda sheriklarini xatosini evaziga chiqib ketdi. Mana endi keyingi faoliyatini ko'ramiz.